Prezidentimizni mintaqadagi asosiy newsmaker deyishimiz ham bu fakt. Sababi Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangach, ko'pchilik ilk davlat tashrifi Rossiya, Xitoy yoki AQSh kabi yirik mamlakatlardan biriga bo'lishini kutgandi. Chunki aksariyat mamlakatlar o'z legitimligini mustahkamlash uchun eng rivojlangan mamlakatlarga intiladi. Ammo o'shanda prezidentimiz tutgan yo'nalish umuman boshqacha bo'lgan. Davlatimiz rahbari prezidentlik faoliyatidagi ilk tashrifini 2017-yil 6-7 mart kunlari Turkmanistonga amalga oshirdi. Oradan 2 hafta o'tib Qozog'istonga bordi. O'sha yilning sentyabr oyida esa Qirg'izistonga davlat tashrifi amalga oshirildi. 2018-yil mart oyida esa 18 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston prezidentining Tojikistonga ilk davlat tashrifi bo'lib o'tdi. Bu shunchaki o'ylangan diplomatik protokol emas, balki aniq kelajagi ko'ringan strategik reja edi. Chunki Markaziy Osiyo bilan munosabatlar tiklanmas ekan, O'zbekistonning transport yo'laklarini rivojlantirish, tashqi savdoni kengaytirish va mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash haqidagi rejalarini amalga oshirish ancha qiyin bo'lardi.